Amerika Davlat Majlisida o'tkazilgan xalqaro diniy zulmlarga xotim berish nomli guvohlik yig'inida Amerika parlament a'zolari Xitoyning Sharq Turkistonda diniy bostirishlar boshchiligida turli kishilik huquq tajovuzchiliklari olib berayotganligi haqida yana bir qatim ogohlantirdi. Yig'inga Avam palata a'zosi Chris Semis boshchiligida nurg'ulg'an parlament a'zolari qatnashgan bo'lib, Uyg'ur harakatining raisi Roshan Abbos xonim yig'inda so'z qilib, Xitoyning millionlagan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni yig'ib olish lagerlariga qamab, ularning diniy erkinlik huquqi, boshqa haq huquqlarini dafsanda qilayotganligini ta'kidladi. Yig'inda yana xalqaro kechirim tashkiloti va boshqa ziyonkashlikka uchragan xalqlarning vakillari so'z qildi. Anran taxallusidagi Tungan shoiri Shu Xavshin Twitterda Uyg'ur elida yo'lga qo'yilayotgan zo'r ko'lamli tutqun va nazorat sistemasini tanqid qilgandan keyin tutqun qilingan. Yig'ilinishicha, soqchilar uni 24-yanvar juma kuni Sandong o'lkasining markazi Jinan shahridagi uyidan jidal paydo qilib, jamiyat omonligini buzish degan jinoyat gumoni bilan tutqun qilgan. Tungan shoir Anran Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda yo'lga qo'yayotgan siyosatlarini ochiq-oshkora tanqid qilib kelayotgan shaxslarning biri. U ilgirmo bir qancha qatim soqchi doiralarining so'roq qilishiga uchirgan. Bu qatim uning tutqun qilinishiga nima sabab bo'lganligi aniq emas. Biroq u 12-yanvar kuni Erkin Osiyo radiosida Amerikada yashaydigan Tungan qizining tuqqan yo'qlash uchun Uyg'ur eliga qaytganda lagerga qamalganligi haqidagi xabarni ham bakilgan va uningga inkos yozgan. O inkosida rayonda 1 million atrofida Tungan borligini, Tunganlarning lagerga qamalib zulm ko'rayotganligini yozgan. Shundaqla u yana Gansodagi Tunganlarning hozir og'ir besimga uchrayotganligini, masjidlarning cheqilayotganligini oshkorlagan. Uning bu Twitter uchuridan keyin tutqun qilinishi diqqatni qo'zg'amoqda. Xitoyda 60 million kishi karantinaga elindi. Xabar Nido to'rining bildirishicha, Wuhan shahri qamal qilingandan keyin shahardan qochib chiqqanlarni etib etishga ruxsat qilingan. Beijing doiralarining Wuhan shahridan chiqishni planlayotganligi ma'lum. Yana bir tarafdan Xitoy e'lon qilgan yangi bayonotda koronavirusi bilan o'lganlar soni 132 ga, yuqumlanganlar soni 4515 ga yetgan. O'tgan yili 12-oyda Xitoyning Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan va dastlabda manbasi noma'lum bo'lgan bu yangi tojisimon virus hozirgacha Sharq Osiyo davlatlari boshchiligida 10 dan ortiq davlatga tarqaldi. Yig'ilinishicha, Wuhan shahrida ommaviy qatnash to'xtagandan keyin 11 million nufusi bo'lgan bu shahar bir olvasti shaharga aylanib qolgan. Xitoy taratqullari ta'minlagan ko'rinishlarda ko'chalarda asosan odam ko'ngili bo'lmaydi. Amerika prezidenti Donald Trumpning Falastin-Isroiliya masalasining hal qilinish chorasi deb tonishtirilgan tinchlik planiga har qaysi taraflar norozilik bildirdi. Trump Twitterda inglizcha, arabcha va ibrancha uchurlar bilan e'lon qilgan xaritada Falastinga faqat Quddusning sharqidagi bir yerning ayirib berilishi va musulmonlarning Masjidi Aqsoga kirishi uchun ruxsat olishi kerakligi haqidagi ishorat diqqatni tortdi. Turkiya, Falastin, Yordaniya, Yevropa davlatlari va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Trumpning bu planiga norozilik bildirdi. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotda Falastin xalqi va zaminning pulga setilmaydiganligi ta'kidlandi. Amerika Geologiya tekshirish idorasi Karib dengiziga joylashgan Kuba atrofida 7,7 bal yer tavriganligini e'lon qildi. Kuba va Yamaykada yuz bergan bu yer tavrash Amerikaning Miami shahriga ro'shan ta'sir ko'rsatdi. Yer tavrashdan keyin e'lon qilingan Kuba, Yamayka va Hondurasda dengiz saviyasining 1 metr ko'tarilayotganligi haqidagi ogohlantirish amaldan qoldirildi.